uyga kelganingizda ayolingiz kulib turib, xuddi svejiy bodringga o'xshab energiyaga to'la yaxshi настроенiyada kutib olishni xohlasangiz, kechirib qo'yasiz. Birinchi o'chirda ayolga siz sharoit yaratib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Uni resurslari qayta tiklanishi uchun, u o'zi kuchga to'lib olishi uchun birinchi o'chirda siz unga investitsiya kirgizib sharoit yaratishingiz kerak. Sharoitga kiradi, siz ko'chaga chiqib ketganda bolasini ma'lum vaqtga qarab turish. Hatto bu ikkalovingizni bolanglar, ayolingiz va sizni bolangiz. Ayol kishi ham qaynonasiga qarashga, qaynotasiga qarashga, bolasini emizishga, ani bittasini qarashga, ikkinchisini bog'chaga olib borish kerak, anti idish, uy, ovqat, hamma narsani qilishga o'zidan kuch topib maksimal darajada qiladi. Lekin уже siz ishdan keladigan paytingiz ayol kishi o'chib qoladi. Nimaga? Chunki uni уже resursi yo'q. Resurs bu kuch. Ya'ni o'sha sizni kutib olish uchun, sizga yaxshi zo'r muomalani berishi, qilishi uchun ayol kishiga kuch kerak. Kuchni qayerdan oladi? Agar gemoglobini 80 dan past bo'lib, hech qanaqa o'zini qayta tiklash uchun na normalniy uyqu bo'lmasa, na normalniy vitaminlarni ichib, vaqtida ko'riklarga bormasa, siz unga investitsiya ajratishingiz kerak. Investitsiya bu ya'ni siz pul berishingiz, siz ayol kishiga diqqat berishingiz, e'tibor berishingiz, u nimaga qiziqyapti, nima xohlayapti, har kuni qatim og'riyapti deb aytyapti, tish doktoriga boryaptimi, antika ko'rikka boryaptimi, hammasi uchun siz unga kerak bo'lsa yaxshi gap, kerak bo'lsa vaqt, kerak bo'lsa pulni berib qo'yishingiz kerak. Mana shu ayol kishi uchun investitsiya hisoblanadi. Shularni berib qo'yib, keyin meni yaxshi kutib ol, mana shunaqa настроениeni ayama, mana shunaqa e'tiborni men xohlayman desangiz, yarashadi. Bu reelsni haqiqiy erkaklarga jo'natib qo'ying.